bizga ko'proq ishonishadi. YouTuber bo'lish menga mashhurlarni nimaga bunchalik troll bo'lishdan qo'rqishini o'rgatdi. Hozirgi kunda birovning hayotini barbod qilish qiyin ish emas. Lekin bunday qilsang kimdir qurbon bo'ladi-ku. Kechirasizlar, lekin men buni xohlamayman. Undan ko'ra boshqacharoq video olsak bo'lmaydimi? Senga kim ruxsat berdi? Obunachilaringni haqorat qilgan gapini allaqachon videoga olib qo'yganmiz. Shundoq ham ahmoq bo'lgan obunachilarni ahmoq qilishdan osoni bor ekanmi? Ularni aldaymiz, u pul kelaveradi. O'yin qoidasi shu. Qachon buni yozib olishga ulgurding? Xobbingdan oldin sharmanda bo'lish xohlaysanmi? Biz asalchan bitta kemadamiz. Ha, aytgancha men ham videoga oldim. To'g'ri aytasan, ularning hammasi g'irt ahmoq. Men Xobbin bilan kelishib bo'lganman. Agar sizlarni sahna orti ishlaringlarni uni telefoniga